Assalomu alaykum, Nabijon Nurmatov live kanaliga xush keldingiz. Qancha bo'ldi YouTube kanalini ham jirgizmaganimizga. Shu videoni ko'rsangizlar, gruppa tarqatingizlar, srochno mana shu jo'ng'ishqa sotiladi. Ya'niki o'rilganiga 1 hafta bo'lgan, jo'ng'ishqa qurgan. Mana ko'ryapsizlar, normalni sostoyanida kimdir olsa, inshaalloh hozirgi o'rimning birinchi o'rin bo'ladi. Ya'ni xalasangiz deyapti, gektarman sotiladi shunda. Xalasangiz ertaga jiyib inshaalloh, bugun 26-chilar, ertaga 27da jiyib press qilamiz deyapti. Shuning uchun harakat qilingizlar. Pastga nomerlarga telefon qilamiz. Kolxozobod rayoni Yangi Turmush kolxozi 7-brigadada bizning oshnanikida. Inshaalloh telefon qilasizlar nomerlarga. Обязательно inshaalloh kimdir moliga bermoqchi bo'lsa, birinchi o'rin bilasizlar, tezroq o'riladi. Ya'niki saligina jo'ng'ishqa menimcha boshqacha bo'ladi. Buni bizda bitta shagird tayyorlayapmiz inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qanday baxtiyor, yaxshimiz bormi? Assalomu alaykum Nabijon Nurmatovning podpischiklari. Ana biz Nabaniyaga shagird tushdik. Aytganlari shu jo'ng'ishqa sotiladi. Gektari ham sotiladi ekan. Nasib qilsa kanalimizga yangi videoroliklar qo'yib boramiz. TikTokda nima deb chiqadi? TikTokda Baxtiyor TV. Baxtiyor TV. Ya'niki kanalingiz aytmoqchisan 600 so'm pul qo'yaman deyapsan. Shunda rasmi? To'g'ri, to'g'ri. Nima uchun? Podpiska jiyish uchun. Ana kimdir 600 so'm, yana 6 kishiga yakka bo'lsa 12 kishiga 50 so'mdan bersa bo'ladi. Kimdir tarqatadi, kimdir kommentariy yozadi, shu kommentariyalar eng ko'p like olib boshidan keladi, 12 kishiga 50 so'mdan podarka beradi. Qayerda bo'lsangiz ham sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Pressni men ham nomerlarga telefon qilasizlar. Xalasangiz pressni ham sotib olishingiz mumkin. 27-chilarda jiyiladi. Shu kun oqshom qilsa qiladi, qilmasa 28da qiladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.